Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdonlar, yaxshimisizlar? Safarda yurgan odam o'zini hamyurtini, o'zini bayrog'ini, o'zini tilini eshitib ko'rib qolsa, boshqacha bo'lib ketadi yaxshilikka. Ya'ni bu safarda yurgan do'stlarimiz hozir Qatarda Shozili degan restoranni ishchisi bo'lib ishlasharkan, ba'zilari kelgan, qolganlari sherik bo'lib qarindoshlar bilan kelib ishlasharkan. O'zbeklar ko'p, endi ko'payyapti. Qatar bir paytlar yopiq davlat edi, ochib olgandan keyin futbol musobaqasidan keyin juda ko'pchilik kelishni boshlagan. Adashmasam Qatarda 400 ming aholi bor. Qatarning o'zini aholisi. Tashqaridan keladiganlar 2,5 milliondan oshiq 3 millionga yaqin. Shunga o'xshab Qatarda hali juda ko'p maydon ochilgan. Musofirda yurgan do'stlarimizni ko'rib xursand bo'ldim. Alloh taolo ularning ishlariga rivoj bersin. Halol kasblarga barakot bersin. O'rtada qolgan yaqinlaringlarga yaxshilikda, ko'p g'animat, xayriyat, salomatlikda qaytib borib ko'zlarini oltirish nasib qilsin. Biz ham xursand bo'ldik. Sizlar ham duolarni eslab qo'yinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allah razı olsun.